Mana ayol kishi, mana erkak kishi. Eng katta muammo nimada bilasizmi? Erkak kishi nomigagina oila boshlig'i, vajak bo'lib turibdi. Lekin ichki dunyosida, tabiatida u lapashang. Pul topib keladi, hamma narsani sotib oladi, aytganini qiladi, lekin baribir o'sha Vitya. Natijada ayol kishining miyasi qizib ketadi. Ichki hissiyotlari uni rad eta boshlaydi. Ayolning ichidagi meni, bu sifatsiz erkak, bu bo'sh bayof deydi. Bu xuddi ayollik belgilari bo'lmagan ayolga o'xshaydi. Sochi kalta, qomati yo'q, o'ziga qaramaydi. Siz unga qarab, qo'langiz bilan "Ha, bu ayol kishi" deb tushunasiz. Lekin erkaklik hissingiz uyg'onmaydi. Baribir nimadir kamdek tuyuladi. Ayollarda ham xuddi shunday. Ular o'ziga ishonmagan erkakni ko'rganda ichki instinktlari ishlamay qoladi.